Zamonaviy texnologiya va innovatsiyalar tez o'zgaradigan hozirgi davrda birinchi bo'lish juda muhim. Trendlarni kuzatib borish emas, aksincha, ularni yaratish davr talabi. Innovatsion guruhlarni tashkil etish o'zgarishlarning oldingi safida bo'lish imkonini beradi. Innovatsion guruhlar bu shunchaki mutaxassislar jamoasi emas. Bu bitta maqsad bilan birlashtirilgan turli ko'nikma va g'oyalarga ega professionallar jamoasi. Ular mavjud muammolarni hal qilish uchun yangicha, noodatiy yechim izlaydi. O'zbekistonda kelajak bugundan boshlanadi. Qadimiy an'analar va jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot uyg'unligida mamlakatimiz hamda jahon kelajagini o'zgartira oladigan innovatsiyalar yaratiladi. Innovatsion guruhlar qishloq xo'jaligida iqlim o'zgarishiga moslashish va uning salbiy oqibatlarini yumshatishga qaratilgan ilmiy amaliy yechimlarga ega innovatsion loyihalarni ishlab chiqadi va amaliyotga tatbiq etadi. Ushbu guruhlar tarkibiga fermerlar, tadqiqotchilar, agrobiznes vakillari, tadbirkorlar, maslahatchilar va boshqa mas'ul tashkilotlar vakillari kiradi. Ular turli muammo va kamchiliklarni jamoaviy o'rganish natijasida qishloq xo'jaligida innovatsion yechim va yondashuvlardan iborat loyihalar ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan hamkorlikdagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektorining yashil iqtisodiyotga inklyuziv o'tishini qo'llab-quvvatlash va iqlimga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi bilimlari va innovatsion tizimini rivojlantirish EU Agreen loyihasi doirasida Toshkent, Farg'ona va Qashqadaryo viloyatlarida agro-innovatsiyalarni sinovdan o'tkazuvchi va joriy etuvchi 18 ta innovatsion guruhlar tashkil etildi. Shu tariqa O'zbekiston Yevropa innovatsion hamkorlik konsepsiyasini Yevropa Ittifoqi tashqarisida amaliyotga joriy etayotgan birinchi mamlakat sifatida namoyon bo'lmoqda. Biz loyiha tuzishda birinchi shu narsaga e'tibor berganmizki, ya'ni har bitta respublikada o'ziga yarasha muammolar bor qishloq xo'jaligida va biz o'sha paxtachilik sohasida Farg'ona viloyatiga da mavjud bo'lgan muammolarni o'rganib va ushbu muammolarni bartaraf qilish, o'zimizda ilmiy innovatsion ishlanmalarimizni joriy qilish maqsadida ushbu innovatsion guruh tashkil qilingan. Bu loyiha asosan paxtachilik sohasida bilamizki, Farg'ona viloyati hududida eng katta muammo birinchi o'rinda yangi navlarga bo'lgan talab, chunki bilamizki uzoq yillardan beri navlar ekib kelinadi, lekin global iqlim o'zgarishi natijasida bu navlarga hozirgi iqlimga mos emasligini fermerlar juda ko'p ta'kidlaydi va bu o'ziga yarasha o'sha hosildorlikda tushib ketishiga sabab bo'ladi. Misol uchun bilamizki, oxirgi 2-3 yil ichida temperatura, ya'ni yoz oylarida temperaturani yuqorilab ketishi, ya'ni 50 gradus va undan oshiq temperatura natijasida paxtada ham o'ziga yarasha stress holatlari yuzaga keladi va o'sha gulini, shonasini to'kilish holatlari kuzatiladi. Bu esa o'sha hosildorlikni sezilarli darajada o'rtacha shu 30-40% atrofida o'sha hosildorlikni to'kilishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga bilamizki, Farg'ona viloyatida eng katta muammolardan biri bu o'sha hasharotlarni juda katta paxta ekiniga juda katta zarar keltirishi hisoblanadi. Bu ham o'sha fermerlarni hosildorligini pasayishiga, ya'ni ularning daromadini kamayishiga olib kelmoqda. Biz ushbu muammolarni ilmiy hal qilish maqsadida ushbu loyihamizda ikkita yangi navni S6580 va S8296 navini joriy qilganmiz. Bu nav o'zini o'sha tez pisharligi, tola sifatini yuqoriligi hamda o'sha abiotik, biotik omillarga bardoshliligi hamda o'sha yuqori hosildorligi bilan boshqa navlardan ajrab turadi. Biz bu navni 2 yil davomida Farg'ona viloyatida o'sha Qosim Karvon fermer xo'jaligida ekdik. Natijada o'sha yoz oylarida temperaturani yuqorilab ketishi natijasida o'rtacha 5%, 6% gacha o'sha zarar ko'rganini aniqladik. Standart nav sifatida uzoq yillardan beri ekib kelinib turgan Namangan 77 navi esa o'sha 34% o'sha yuqori temperaturani zararlanganini guvohi bo'ldik. Shu bilan birga
bilamizki, hozir suv muammolari yildan yilga dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Natijada biz o'sha tomchilatib sug'orish tizimini, ya'ni bu loyihaga joriy qildik. Bu nimasi yangilik deyish mumkin, chunki bilamizki, hamma fermerlar bu tizimdan foydalanyapti va bu bo'yicha nima deydi, tajribaga ega. Lekin bunda ham tomchilatib sug'orish tizimidan foydalanishda o'sha ba'zi bir fermerlarimiz bir qancha muammolarga duch kelyapti. Ya'ni o'g'it, ya'ni oddiy o'g'itni suvda eritib berish natijasida o'sha tomchilatib sug'orish tizimlari tiqilib qolishi va bu fermerlarga juda noqulayliklar keltirib chiqaryapti. Biz bu ushbu loyihamizda ya'ni suvda eruvchan mineral o'g'itlardan foydalandik. Shu bilan birga biz har bitta o'simlikni fazasida, ya'ni shonalash fazasida, gullash fazasida, hosil to'plash fazasida shu o'simlik uchun kerakli bo'lgan mikro makro elementlarga talabini o'rgangan holda o'sha kerakli dozada berishni loyihamizda qo'lladik. Bu birinchidan o'g'itni samaradorligini oshiradi, ikkinchidan o'g'it sarfini kamaytiradi va bu ya'ni iqtisod bo'lishini hisobiga yana ham o'sha fermerlarimizga nima deydi, xarajatlarni kamaytirishga olib keldi. Shu bilan birga tomchilatib sug'orishda biz o'sha smart uskunalardan foydalandik, ya'ni maxsus o'sha mobil dastur yordamida fermerimiz sug'orishni boshlash yoki sug'orishni to'xtatishni mobil qurilma orqali boshqarish imkoniyatini paydo qildi. Bu yana ham o'sha fermerimizga qulaylik olib keldi. Keyingi bir joriy qilgan narsamiz bu loyihamizda hasharotlarga qarshi kurashish, ya'ni biz biologik kurash choralarini qo'lladik. Shu bilamizki, trixogramma, braken, oltin ko'zlardan foydalaniladi. Biz shu bilan birga o'sha biologik moddalardan foydalandik qo'shimcha sifatida. Ya'ni bu o'simlikni o'sha foydali hasharotlarni yo'qotishda oldini oladi. Hamda bilamizki, o'sha biologik bu oltin ko'z, trixogramma, braken kimyoviy pestisidlarga nisbatan bir qancha o'sha tan narxida past hisoblanganligi sababli bu ham o'sha fermerimizni rentabelligini oshirishga xizmat qildi. 2024-yil esa biz o'sha ba'zi bir agrotexnik tadbirlarni takomillashtirish, ya'ni o'sha tomchilatib sug'orish, shu bilan birga o'sha har xil mikro makro elementlarni suyuq holda berish natijasida esa 65-80 navimizda 55 sentnerga, 82-96 navimizda o'sha 54 sentner hosil olishga erishildi. Shu bilan birga fermerimiz uchun eng kerakli bo'lgan bu xarajatni kamaytirish. Biz o'sha har bitta jarayonda o'sha hududda faoliyat olib borayotgan fermerlarni seminarlar tashkil qildik. Ularni o'sha seminarlarda ishtirok etib, o'zini ko'zi bilan ko'rib, barcha jarayonda o'zlari qatnashish natijasida bu bizni yangi o'sha texnologiyamizga, yangi navlarimizga bo'lgan qiziqishni ortishiga olib keldi. Bu bilan misol qilib aytmoqchiman, 2023-yil o'sha Qosim Karvon fermer xo'jaligidan 10 gektar maydonga joriy qilgan bo'lsak, 2024-yil o'sha hududdagi fermerlar 150 gektarga yaqin fermer ushbu navimizni ekishni boshladi. 2025-yil esa biz o'sha reja qilib turibmiz, 500 gektardan oshiq maydonga bu navlar kengayish kutilmoqda va juda ko'p fermerlar qiziqish bildiryapti. Nafaqat o'sha Farg'ona viloyati, balki o'sha Namangan, Toshkent, mana Samarqand. Shu 2 yil davomida shu loyiha bilan, UNDP loyihasi bilan birga ishlab ko'p yangiliklarni o'rgandik. Mana tomchilash qilish, paxtani yangi navlarini yaratish. Mana bunda mana yangi paxta navlari, erta pishar paxta navlarini ekdik, 2 xilini 65-80, 82-96, 97 navlarini yaxshi yutuqlarga erishdik, ko'p narsa o'rgandik. Shu loyihadagi barcha tashkilotchi rahmat aytib qolaman. Kelgusida yana birgalikda ishlashni o'zimga niyat qilib qo'ydim. 2023-yil, 24-yil Agreen loyihani yutib olganmiz. Shunda S65-80, S65-96 o'zi navlarini ekdik. Shundan ulardan bo'lgan yordam
kapilniy arasheniyaga ishlang, keyin membrana hovuzi, keyin preparatlardan yordam berishdi. Paxta S6580 paxta navi 5 gektarga, S6596 navi 5 gektarga ekdik. Hosildorligi S6580niki 45 sentnerdan oldik. S6596 navini yonimizdagi fermerlar ham hozir ko'paytirishdi. Hammasi 20-30 gektardan ekyapti. Aytib o'tmoqchimanki, bizda eng katta muammo ilm-fan hamda o'sha ishlab chiqarishda muammo bu bog'liqlik. Ya'ni ilmiy tadqiqot institutlari yangilik yaratadi, yangi navlar yaratadi, yangi ishlamalar yaratadi, lekin joriy qilishda bu bir qancha muammolar yuzaga keladi. Bu loyiha esa ushbu ishlab chiqarish bilan ilm-fanni bog'lashga xizmat qildi. Respublikamizda o'sha 10 dan ortiq shu turdagi innovatsion guruh faoliyat olib borayotgan bo'lsa, barchasi ilm-fanni ishlab chiqarishga joriy qilishda juda ulkan ahamiyatga ega deb hisoblayman. Shu bilan birga YeoAgreen loyihasi doirasida ilm-fanni rivojlantirish, ya'ni institutda o'sha olib borayotgan izlanishlarga qulaylik hamda yordam sifatida ushbu loyiha doirasida bir qancha asbob uskunalar keltirildi. Bu esa yana ham ilmiy izlanishlarda o'zini samarali hissasini qo'shdi deb hisoblayman. Hozirda innovatsion guruhlar bajarilgan ishlarni sarhisob qilar ekan, tizimda amalga oshirilgan ishlar, erishilgan yutuqlar to'g'risida keng jamoatchilikka yetkazishga faol harakat qilmoqda. Innovatsion guruhlar tomonidan qishloq xo'jaligida zamonaviy texnologiyalar va usullarni qo'llash orqali erishilgan yutuqlar tizimida ilm-fan va tadqiqotlarni integratsiya qilish orqali ishlab chiqarish samaradorligi va barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Shubhasiz, innovatsiyalar iqlim o'zgarishi, global aholi sonining o'sishi, cheklangan tabiiy resurslar, oziq-ovqat va ekologik xavfsizlikni ta'minlash zarurati kabi global muammolarga yechim topishga xizmat qiladi.